Respublikamiz bo'ylab tibbiyotning birlamchi bug'ini va ixtisoslashgan muassasalarda xizmatlar sifatini oshirish maqsadida tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar dasturi amalga oshirilmoqda. Dastur asosida shifo maskanlarda kutish joylari hamda yo'laklarni tartibga keltirish, tozalik va madaniyatni oshirish, asosiysi aholiga qulay muhit yaratish vazifasi belgilangan. Shu ma'noda Jizzax viloyatida ham tibbiyot muassasalari, ayniqsa oilaviy poliklinikalarda dastur asosida tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Xususan, Do'stlik tumani tibbiyot birlashmasi tasarrufidagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinika ham dastur doirasida belgilangan me'yorlar asosida ish faoliyatini takomillashtirdi. Poliklinikada 150 ta tibbiyot xodimi ishlaydi, o'rta tibbiyot xodimi ishlaydi. Shundan 60 nafari patronaj hamshiralar bo'ladi. Biz ko'p tarmoqli markaziy poliklinika 36 ming aholiga xizmat qilamiz hozirda. Unda 60 ta patronajimiz ko'chalarga chiqib, aholi bilan 9 ta kontingent bo'yicha ishlab, o'zlarini tibbiy xizmatini ko'rsatib kelmoqda. Yangiliklardan bizda eng avvalambor registraturamiz juda katta o'zgarish bo'ldi. 384-sonli buyruq bo'yicha tibbiyot bo'yicha qog'ozbozliklarimiz kamaytirilib, hozirda hamma narsa dement tizimiga o'tdi. Aholi kelganda, tibbiy ko'rikka kelganda birinchi o'rinda registraturadan kartalarini olib, vrachlarga uchrashib, keyin nima qilinardi. Hozir bizlarda qisqartirish bo'lib, vrachlarda ish samaradorligi ham oshdi. Bu bo'yicha kelgan kasallarimizni hammasi, bemorlarimiz, aholimiz kelganda birinchi o'rinda registraturaga kelib, amaliyot xonasiga yo'llantirilyapti. Shifokor oldi xonasida ham bir qancha ish olib borilyapti. Ularda skrinlar o'tkazilyapti. Ayollar, keyin 40 yoshgacha bo'lgan skrinlarimiz, bolalar bo'yicha 2 yoshdan 10 yoshgacha, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan jami skrinlarimiz o'sha amaliyot xonalarida olib borilyapti. Undan so'ng oilaviy shifokorlarimizga yo'naltirilyapti. Shifokorlarimiz kerakli maslahatlarni berib, tor doiralarga, agar mutaxassis kerak bo'lsa, tor doiralarga yo'naltirilyapti. Undan tashqari migrantlarimiz bor. Ular ham xuddi shunday tekin tibbiy ko'rikdan o'tkaziliryapti. Imtiyozli bemorlarimiz bor. Psixiatrda hisobda, endokrinologiyada hisobda turadigan bemorlarimiz bor. Bularga ham bir qancha yordamlar ko'rsatilyapti. Tekin dori-darmon berilyapti ularga. Poliklinikada tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar dasturi doirasida kutish joylarida qulay o'rindiqlar ko'paytirildi. Navbat tartibga keltirildi. Ona-bola xonalari tashkil qilindi. Nogironligi borlar erkin harakatlanishi uchun kirish-chiqish joylari, xona va yo'laklarda inklyuziv muhit yaratildi. Asosiy yutuq esa sohaning raqamlashtirilishi bo'ldi. Bu nafaqat aholiga, shuningdek, tibbiyot xodimlariga ham qulaylik yaratdi. Do'stlik tibbiyot birlashmasida qariyb 40 yildan beri ishlayman. Mana shu yillar jarayonida mana bu yil bizda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Prezidentimiz farmonlari bilan mana 90 kunlik oylik e'lon qilingandi. Mana shu oylarda bizni poliklinikamizda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Eng birinchi ta'mirlash ishlari olib borildi. Mebellar bilan ta'minlandi. Eng quvonarli holi elektron tizimga o'tyapmiz. Mana shu elektron tizim bizlarning ishimizni qariyb 30% bizga yengillashtirib beryapti. Chunki ilgari ambulatorniy karta, undan keyin navbat, kasallar eshigimiz oldida turar edi. Hozir juda ham yaxshi. Amaliyotchilar kompyuterga yo'naltirib beryapti. Navbati yozilgan bo'ladi. O'sha navbatda bizni xonamizga kirib, bizlardan kerakli tavsiyalar olib ketyapti. Bundan tashqari, mana prezidentimizning yaqinda may oyida chiqargan 185-farmoniga binoan bizda bemorlarimizga bepul dori-darmonlar berishi ta'minlangan. Hozirgi kunda biz bemorlarimizni shu muayyan xildagi dorilar bilan ta'minlayapmiz. Bundan o'zimiz ham, bemorlarimiz ham juda xursand. Hozir solishtirganimizda moddiy texnika bazamiz juda ham yaxshi. Eng avvalo har bir xonaga kompyuterlar bilan ta'minlandi, elektrotizimda ishlayapmiz. Diagnostikada ham har xil tekshiruvchi apparatlar kelgan. Bemorlarga tahlil qilishimizda, diagnoz qo'yishimizda, davo muolajalari berishda juda ham katta yordam beryapti. Yo'lga qo'yilgan DMED elektron platformasi nafaqat navbat olish, malakali shifokorlarni bemor xonadoniga chaqirish, shuningdek, aholining tibbiy ma'lumotnomalarini shakllantirish va kasallik tarixini yuritish uchun ham qulay. Shifokor sifatida shuni ayta olamanki, dolzarb 90 kunlikda bizda juda ham katta o'zgarishlardan biri bu qog'ozbozlikni oldini olish, ya'ni bizga kelgan bemorda har doim biz registratsiya qilish, shunga o'xshash qog'ozbozlik ishlarida ozgina vaqt yo'qotardik. 1-iyundan boshlab qog'ozbozlik ozgina bizda yengillashtirildi va bizga kirgan bemor bizdan faqat konsultatsiya olish uchun kirdi. Hamma ishlarimiz DMED sistemasida navbati bilan o'tkazila boshlandi.
va biz DMET sistemasini o'zida 025 formamizni ham shuning ichida to'ldiradigan bo'ldik va 039 formamiz ham shu DMET sistemasi orqali to'ldiriladigan bo'ldi bizga qabul qilingan bemorlardan. DMET sistemasi yana bir yutuqlardan biri bemorlarga juda ham qulaylik, ya'ni DMET o'zini platformasida yangi ilova chiqarildi va uni aholi o'zi tortib olib, registratsiyadan o'tib, uyda o'tirgan holatda shifokorlarga navbat olishi bu juda ham katta bir yengillik yaratdi aholiga. Ya'ni aholi xohlasa uyda turib, uyga chaqiriq, ya'ni uyda ko'rik deb bizga buyurishi mumkin yoki bizdan navbat olib, shu vaqt ichida bizga kelishi mumkin bo'ladi. Aholi DMET sistemasiga o'rganib boryapti asta-sekin va navbat olish va navbatda turish va tirbandliklar ozgina bo'lsa ham kamaydi. Dilafruz Tangirova poliklinika xizmat ko'rsatib kelayotgan 36 ming aholidan biri. Salomatligida uchrayotgan ba'zi muammolarni aniqlash va davolash choralarini ko'rish maqsadida poliklinikaga kelgan fuqaro dastlab onlayn ro'yxatga olindi va shifokor oldi xonasiga yo'naltirildi. Undan so'ng esa oilaviy shifokor ko'rigidan o'tdi. Oilaviy shifokor ko'rigidan so'ng tor mutaxassisliklarga ehtiyoj bo'lsa, bemor yana manzilli yo'naltiriladi. Shuningdek, ma'lum turdagi dori vositalarini poliklinikadan olib, kunduzgi muolaja xizmatlaridan ham foydalanish mumkin. Poliklinikamizdagi o'zgarishlarni ko'rib rosa xursand bo'ldim. Ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar juda ham yaxshi ekan. Navbatsiz, to'g'ridan to'g'ri, masalan, shifokor oldixonasiga borib, oldin shikoyatlarimni aytib, qaysi vrachga borishimni yo'naltirdi. Men navbatsiz o'z vaqtida oilaviy shifokorim oldiga kirib, shikoyatimni aytib, dori-darmonlar yozdirib, bepul tarqatilayotgan dorilardan olib chiqdim. Masalan, har kuni qatnab muolaja oladigan bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri har kuni kelib, kunduzgi muolajaga kelib, xohlagan vaqtimizda kelib muolajalarimizni olib qaytib ketyapmiz. Tibbiy xizmat juda ham yaxshi. Ertalab 8 dan kechqurungi 8 gacha navbatchi vrachlar va hamshiralar bor. Shu yerga kelib muolajalarimizni olib ketyapmiz. Bilamiz, kasalliklarni klinik belgilari paydo bo'lishidan oldin aniqlash, to'g'ri tashxis, samarali davolash, kasallik asoratlarini kamaytirish, tarqalishining oldini olish asosiysi yuqumli va genetik kasalliklarni aniqlashda laboratoriyalar katta ahamiyatga ega. Do'stlik tibbiyot birlashmasi tasarrufidagi laboratoriya ham bugun mukammal moddiy texnik bazasi va malakali tibbiyot xodimlari bilan nafaqat do'stlik, shuningdek, qo'shni tumanlar aholisiga ham sifatli xizmat ko'rsatib kelmoqda. Laboratoriyamiz Do'stlik tuman tibbiyot birlashmamizning ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasiga qaraydi. Bu laboratoriyamiz Do'stlik tumanida 72 mingdan ziyod aholi bo'ladigan bo'lsa, shundan 33 mingtasiga xizmat ko'rsatadi. Keng qamrovli xizmat ko'rsatishda asosan 5 ta tumanga qarab xizmat qilamiz. Chunki qo'shni tumanlarda ham bizlarga kelib bemalol analizlarni topshirishadi. Bizda bo'ladigan analiz turlarimiz umumiy qon tahlilini ko'riladi, umumiy peshob tahlili, biokimyoviy tahlillar, serologik tahlillar, hattoki balg'am tahlillarni ham ko'rish imkoniyatiga egamiz. Hozirgi kunda eng dolzarb muammo shu gepatit, oitis kasalliklari bo'yicha ekspress test tahlili laboratoriyamizda ko'riladi. Bemalol bu narsa 17 yoshdan yuqori aholiga birlamchi tibbiy ko'rikni, ya'ni birlamchi profilaktik tahlilni amalga oshirish uchun bu katta yordam beradi. Bu narsa kasallikni oldini ertaroq aniqlashning eng samarali usuli deb hisoblaymiz. Bu ham bizning laboratoriyamizda keng qamrovli yo'lga qo'yilgan. Avtomat analizatorlarda ko'ramiz, umumiy qon peshob tahlillarimizda macha analizatorlarimiz bor, sterilizatsiya qiladigan apparatlarimiz bor, avtoklav, endi avtoklavimiz umumiy tibbiyot birlashmamizda bitta olib boriladi. Hamma laboratoriyaga nima kerakli bo'lsa, hammasi o'zimizda muhayyo. Haqiqatdan tibbiy laboratoriyalar zamonaviy sog'liqni saqlash tizimining ajralmas qismi. Sog'lom avlodni shakllantirishda ham bu tizimning ahamiyati katta. Laboratoriyamizda hozirgi kunda o'zimizda 5 ta vrach laborantimiz bor, 9 ta laborantimiz bor, o'rta tibbiyot xodimi, 5 ta kichik tibbiyot xodimimiz ish faoliyatini yuritadi. Laboratoriyaning mas'uliyati shundan iboratki, shu bemorda bo'layotgan kasallikni aniqlab berishning birinchi navbatda bu laboratoriya tashxisi bilan keyin vrach nazoratiga ko'rigiga bora oladi. Qachonki laboratoriya to'g'ri tashxis qo'ya olsa, to'g'ri yo'nalish bera olsa, ana o'shandan keyingina vrach bemor bilan bemalol muammosiz o'sha kasallikning birinchi etabini
erta oldin aniqlashga erishiladi. Laboratoriyalar to'liq avtomatlashtirilyapti, mana sharoitlar yaxshilanyapti, reaktiv dori-darmonlar juda ham keng qamrovli bizga yetib kelyapti. Moddiy bazamizni yaxshilayapti, reaktivlarimiz soni ko'paygan, analiz turlarimiz masalan bitta shu bioximik analiz tahlilini oladigan bo'lsak, 12 xil, 13 xil turda ko'riladi. Bu narsa ham kasallikni aniqlashning erta bosqichini aniqlashda juda ham katta yordam beradi. Tibbiyotdagi islohotlar natijasida respublikamiz bo'ylab, ayniqsa poytaxt va viloyat markazlarida murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish odatiy holga aylandi. Olis va chekka hududlardagi tibbiyot muassasalarida ham bu turdagi operatsiyalar o'tkazilishi uchun shifokorlar malakasini oshirish va moddiy texnik bazani mustahkamlash ishlari jadal olib borilmoqda. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida ham mukammal tayyorgarlik jarayonlaridan so'ng birinchi buyrak transplantatsiyasi amalga oshirildi. Respublika ixtisoslashtirilgan jarrohlik markazi shifokorlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan mazkur murakkab jarrohlik amaliyotida ona o'z farzandiga donor bo'ldi. Dastlab bemor va donorning jismoniy, ruhiy holati barqarorlashtirildi. Zarur tibbiy ko'riklar o'tkazildi. Jizzax viloyati Zomin tumanidan biz bugungi o'tkazilayotgan operatsiya jarayonida men qizimga o'z buyragimni bermoqchiman. Toshkentga borib, turli tibbiy ko'riklardan o'tdik, DNK tekshiruvlaridan o'tib, muvaffaqiyatli o'tganligimiz sababli bizni Do'stlik tumanida bugungi buyrak ko'chirish operatsiyasini o'tkazishmoqchi. Ko'nglimiz to'q, sababi Toshkentdan kelgan hurmatli doktorlarimiz o'zlari nazorati ostida olib borishar ekan. Bu yerdagi sharoitlar hammasi yaxshi. Bemalol Hindistonlarda, boshqa chet davlatda qilinadigan operatsiyalardan qolmaydigan darajada ekanligini ko'rishimiz mumkin. Akademik Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi xodimlari Do'stlik tumaniga tashrif buyurishi bu yuqori texnologik operatsiyalarni tuman doirasiga tushib borishni bosqichma-bosqich egallab borish ko'rsatmoqda. Hozirgi kunda tuman doirasidagi shifoxonalar ham prezidentimiz tomonidan tibbiy jihozlari ta'minlangan. Endi ikkinchi bosqich bu mahalliy kadrlarni shakllantirish. Bizni tashrif buyurishimiz ham markazda bo'ladigan yuqori texnologik operatsiyalar tuman doirasiga tushib, shu yerda mahalliy shifokorlar bilan amalga oshirish. Bugungi operatsiyamiz ham mana buyrak transplantatsiyasini oladigan bo'lsak, bu operatsiyada shu 30 yasharlik bemorimiz 1 yildan beri surunkali buyrak yetishmovchilik bilan davolanib keladi. Unga mana onalari buyraklarni beradigan bo'ldi. Bu yuqori texnologik operatsiyalar guruhiga kiradi bu operatsiyamiz. Do'stlik tumanidagi bemorlar shu markazga borib operatsiya qilishga hojat qolmaydi. Ma'lumot uchun so'nggi yillarda buyrak ko'chirib o'tkazish operatsiyalari soni keskin ko'payib, yiliga 300 dan ortiq jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda. Buyrak transplantatsiyasi bemorlarga hayotini yanada sifatli davom ettirish imkoniyatini beryapti. Endi mahalliy shifokorlar ham o'zlashtirgan tajriba va bilimlar orqali bu turdagi operatsiyalarni mustaqil o'tkazishadi. Buyrak transplantatsiya operatsiyasi amalga oshirilmoqda. Hozir amaliyotimiz boshlandi. Bu Do'stlik tumanida aynan birinchi marta amalga oshirilmoqda. Bu juda ham katta natija hisoblanadi tumanimiz uchun. Respublikadan, ya'ni markazdan shifokorlar kelib bizga bu amaliyotni birinchi navbatda o'rgatyapti. Ikkinchisida kelgusida bizga operatsiyalarni, ya'ni o'zimiz tuman kesimida qilishimizga juda katta tajriba bo'ladi desak ham bo'ladi. Biz kasallarni birinchi ruhiy jihatdan, ikkinchi navbatda tibbiy jihatdan tayyorlab operatsiya jarayoniga hozir start berdik. Bu yerda asosan qo'shma shikastlanish markazi bo'lganligi sababli asosan neyroxirurgik operatsiyalar, travmatologik operatsiyalar, juda ham ko'p rejali operatsiyalar amalga oshiriladi. Operatsionning moddiy texnik bazasiga keladigan bo'lsak, eng oxirgi apparatlar bilan jihozlangan, namlangan kislorod bilan ta'minlangan oxirgi IVL apparatlarimiz bor. Bo'limimizda hamma sharoitlar yetarli. Bu kabi jarrohlik amaliyotlarining olis hududlarda ham o'tkazilishi aholining uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilmoqda. Endi bemorlar oylab navbat kutishga, xorijiy davlatlarga borishga majbur emas. Bir so'z bilan aytganda, Do'stlik tibbiyot birlashmasi bugun bu borada barcha sharoit va imkoniyatlarga ega. Bu imkoniyatlar esa aholi salomatligini mustahkamlashga qaratilgan islohotlar natijasidir.